o'zim ham o'shani olishim kerak. Bo'ldi, ketdi. Qarang. Assalomu alaykum Azbek aka. Yaxshimisiz? Halojidan tinchsiz? Azbek aka, men hozir biznes nonushtaga bordim. Dicha kiyimimdan uyalib qoldim-da. Dicha katta-kattalar bor edi. Hamkorlarimda qoldida. Nazoratbazlik bo'libdi. Ha, bo'ldi, gap yo'q. Unda uchrashuvlar bor. Luklarni qilib berishga harakat qilamiz inshaalloh. Xo'p, uka, asosan uchrashuvlarga klassik formadagi однотонный narsalardan foydalanishadi. Uchrashuvga chiqadigan rahbarlar, uchrashuvga chiqadigan insonlar. Xo'p, endi klassikadan boshlasak, asosiy uchrashuv. Birinchi tepadan boshlasangiz, bunaqangi yoqali однотонный sokin svetlardan foydalansangiz yaxshi bo'ladi. Odamni однотонный svetlar sal jiddiyroq ko'rsatadi. Odamga nima deydi? Shartnomalarni hal qilishda ko'proq qo'l keladigan svetlar hisoblanadi. Qanaqangi svet bo'lishidan qat'iy nazar, o'sha yozuvi kamroq, logosi kamroq liboslardan foydalansa maqsadga muvofiq bo'ladi. Xo'p, jaydari o'sha o'zimizni misol nima deydi? O'rtoqlar bilan uchrashuv yoki bo'lmasam deylik yengil egilib bukilishga hali qulay bo'lgan liboslardan olaman deydigan bo'lsangiz, yoqasi yo'q, dumaloq yoqa, o'sha svetli har xil ranglardan qo'shib aralashma qilib qilsa ham bo'laveradi bulardan. Hali bular uchrashuvdan xoli bo'lgan, yengil shunaqangi harakati ko'p ishlarga liboslarni tanlasangiz bo'laveradi. Xo'p, endi misol hozir sizga tepalardan misol qilib kiygizib ko'rsatib tushuntirib beramiz. Menga bitta luk berasiz, o'zi ko'rasiz, qarachaman. Men ko'p joyda qiynalaman. O'zimga qanday kiyim tanlashni ko'rarkanmiz endi. Tepangizda iloji boricha qoracha bo'lsangiz, ochiqroq svetdan foydalangan afzalroq. Oho, maqtachadingiz aka mana. Oyatullo, siz endi o'zi asli endi qora narsani yaxshi ko'rar ekansiz. O'shuning uchun siniy qildik, pasingizga oq qildik. Agar tepangizni mana shu holatga yo palasali ochiqroq narsa qilsa, undan ham bir boshqacha versiya bo'ladi. U ham uchrashuvlarga ketaveradi. Bu sal jiddiylikni sal beradigan luk bo'ldi. Lekin anu narsani qo'yadigan bo'lsa, sal sho'xroq, nimaga ketarganda? Sho'xroq, hali o'ynagani, netgani ham ketaveradi, ishga ham ketaveradigan luk bo'ladi. Faqat bitta o'sha ko'ylak bilan oyoq kiyimni o'zgartiramiz shu. Faqat mana shu shimga moslanadi. Ammo bu luk zo'r bo'ladi. Vaqtim o'ziga ko'rdim. Zo'r ekan bo'lsa. Hali yolmaydigan bo'lib. Jiddiyroq bo'ladi-da. Xudo xolasa 28-kuni sizni ham taklif qilaman. Boramiz. Bo'ldi, Xudo xolasa. Aka. Nargisdan bitta ko'ramizmi? Bo'ldi. Avazbek, nima qilishadingiz endi? Yo'shatirib yubordingiz-ku. Endi bitta narsa, men o'zim anaqa demay sizga buni YouTube kanali obunachilaringizga, biz o'zimiz obunachilarimizga bu fikrni tashlaymiz. Oldingi modelingiz qanaqa edi-yu, hozirgi modelingiz qanaqa edi? Uka, bunda nafaqat uchrashuvlar, ulfatlar bilan uchrashuvlar, biznes nimalar bilan, hamkorliklar bilan uchrashuvlar, hali ayni mana mavsumga mos, mana bahoriy mavsum, yozgi mavsumlarga ham juda mos bo'lgan luk bo'ldi hozir. Yoqtirib beraman. Ancha yuzingizni ham ancha ochadi. Sizga yorug'lik beradi yuzingizga. Yo'qdan aka ishoni. Endi obunachilaringizgami yoki bo'lmasam o'sha bizni kuzatib turgan o'sha kommentariyada fikrlarni kutib qolamiz. Qaysi biri chiroyli turdi? Yopiq svetmi yoki mana shu ochiq svet qaysi biri chiroyli turganini o'zingizlar YouTube kanalimizda bitta belgilab qo'yinglar. Xudo xolasa sizlarni javoblarini kutib ish ko'ramiz. Hammaga omad. Rahmat aka sizga ham. Sog' bo'lasiz, salomat bo'ling. Bizni kuzatishda davom eting. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.